Peygamber aleyhisselam aytadilar ki İnna Allah Teala qal ve ma taqarraba ilayya abdi bi şey'in ahabba ilayya mimma aftaradtu aleyh. Allah Teala aytar ekanki bandam farzlarimga amal qilganchalik boshqa biror narsada menga yaqin bo'la olmaydi der ekan Alloh. Qarang, Allohga bandani eng yaqinlashtiradigan narsa nima ekan? Farz amallar ekan. Alloh aytayapti. Biror boshqa narsa farzga amal qilganchalik menga bandamni yaqinlashtira olmaydi. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibba. Bandam nafil ibodatlarda bardavom bo'ladigan bo'lsa, nafil ibodatlar bilan menga yaqinlashlikda bardavom bo'ladigan bo'lsa, hatto men uni yaxshi ko'rib qolaman der ekan Alloh taolo. Ana eng yaqinlashtiradigan farz amal. Undan keyin farzlarni mukammal ado eta olsak, ana endi nafillarni qo'shadigan bo'lsak, Alloh taolo bandani nima qilar ekan? Yaxshi ko'rib qolar ekan. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Agar mana shu bandamni yaxshi ko'rib qoladigan bo'lsam deydi Alloh taolo, eshitadigan qulog'i, ko'radigan ko'zi, ushlaydigan qo'li va yuradigan oyog'i bo'laman der ekan Alloh taolo. Va in sa'alani la u'tiyannahu. Agar mendan biror narsani so'raydigan bo'lsa, albatta uni beraman, ato qilaman. Va la in ista'adani la u'izannahu. Agar bandam mendan panoh so'raydigan bo'lsa, uni panohimga olaman der ekan. Demak, qachon duolar ibodat bo'ladi? Qachon so'raganimizni Alloh taolo beradi? Qachoniki Alloh taolo yaxshi ko'rgan banda bo'lsak, Alloh suygan banda bo'lsak, bu darajaga qanday erishamiz desa, bu darajaga farzlarni mukammal ado etib, nafil ibodatlarimizni ko'paytiradigan bo'lsak, Allohning muhabbatiga sazovor bo'lar ekanmiz. Allohning muhabbatiga sazovor bo'lsak, Alloh taolo so'raganimizni berar ekan. Panoh so'rasak, Allohning o'zi panohiga olar ekan.